nihoyat videoni montaj qilib bo'ldim. Endi YouTube'ga joylasam bo'ldi. Kompyuterimga chiqay. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Uzmasir. Va do'stlar, men endi ko'chaga chiqib turib ish qidirishim kerak. O'zi ko'p oydan beri ish qidiryotgandim. Qaysi tur joyga borsam ekan? Sabzavot to'kilib qopti hammadan. Ana qurilishga borsammikin yoki boshqa joydami bilmadim. Do'stlar, nimagadir jitillar ko'rinmaydi qishloqda. Aytgancha ular aytuvdi-ku, biz 2-3 kunga tog'ga boramiz deb. Esimda yo'q. Do'stlar, qaysinisini tanlaysizlar? Qurilishga borsammikin yo bu yerga? Menimcha Kamaz joyiga borsam kerak, chunki ana shu Kamaz joyida ishlasam, ana shu yerga narsa yetkazib berishim kerak. Ko'p yillardan beri shunday qilishyapti. Ularga menimcha shofyor kerak, Kamazlarni haydagan. Xo'sh, mayli, ana shu yerga ishga kela qolaman. Xo'sh, do'stlar, salom. Boshlig'inglar qayerdan topsam bo'ladi? Boshlig'imiz ichkarida, kiraver. Xo'p, mayli. Lekin do'stlar, bolalar, men ishga kirsam oyligim qanchadan bo'ladi? Uni o'zimiz aytamiz. Sen o'zi nega ishga kirmoqchisan? Ey, urma! Uzr, qo'lim tegib ketdi. Shunchaki ermakka. Ermakka? Ermakka. Mayli. Ichkariga kir. Seni boshliq o'zi kutib oladi. Xo'p, mayli. Salom. Juda ham o'xshab ketishar ekan. Boshliq, salom. Men shu yerga ishga kirmoqchiman. Salom. Sen kimsan? Men YouTube'dan Uzmasirman. Uzmasir? Men seni taniyman. Men shu yerga ishga kirmoqchiman. Ishga kirmoqchisan? Ishga. Mayli. Senga o'zimizni Tomi ko'rsatib beradi, qaysi Kamaz senikiligini. Mayli, Tomi desang, u senga qaysi Kamaz ko'rsatib beradi va ishlarni aytib beradi. Xo'p, mayli. Namuncha sakraydi? Prosta bo'lmas. Xo'sh, eshikni nima ocholmayapsan? Yo'q, ochaman. Tomi. Men bu yerdaman. Salom. Salom. Men boshliqqa aytdim, sen ishlayverasan, senga Tomi yordam beradi dedi. Menman Tomi. Orqamda Kamaz, yo'q, to'xta, u emas. Ana u Kamaz ko'ryapsan? Ana bumi? Shu. Ana shuni haydasan va qurilish joyiga orqadagi qumlarni tashiysan. U yoqdan olib kelasan. Tushundim. Yo'q, zombi. Yo'q, juda ham ish paytida. Qo'lingda tur yo'qol, video olish ketyapti bu yerda. Nega zombilar kelaveradi? Yaxshiyam jitillar yo'q. Voy, ichariga go'sht qamaylik, axlatga tashlab yuboradi. Ana shu joydan? Joyda ozginagina shikastlandi. Doktor kerakmi? Yo'q, shart emas. Senga xullas orqadagi qumlarni u yerga yetkazib berasan va u yerdagi qumlarni bizga yetkazib berasan. Biz ularni ekspert qilib yana shu yerga olib boramiz. Ya'ni olib kelib olib beramiz. Tushundim. Mashinani ichida kaliti bor. Ehtiyot bo'ling. Xo'p. To'xta. Ehtiyot bo'l. Vau, Kamaz, lekin cho'tka ekan. Qani eshigini ochamiz. Vau. Qani ichiga o'tirib ko'raylikchi. Vau, skoslar hammasi zo'r ekan. Xo'sh, endi ehtiyotkorlik bilan haydaymiz. Axir umrimda birinchi marta Kamaz minyapman va ichida rostlar ham to'ldirroq qum bor ekan. Do'stlar, qaranglar, men Kamaz minyapman, zo'r. Xo'sh, endi sekin chekkaga boramiz. Mana sekin chuqur jarlikcha bor ekan, sekin bu yerdan o'tib boramiz. Tushamiz. Xo'sh, salom. Bu yerda qurilishda kim ega? Men. Salom. Men qumlarni olib kelgan edim. Xo'p, 5 minutdan keyin biz ularni ortamiz. Senga ularni tushirib keyin yana ortamiz. Xo'p, sen undan ko'ra ovqatlanib tur. Xo'p. Xo'sh, do'stlar, birinchi marta ishga kelganim zo'r bo'ldi. Endi ular menga qum ortib bersa, endi men ularga narsa qilaman. Qiziq, oyligim nech puldan bo'larkin? Negadir qonim to'q. Mayli. Hoy, ortib bo'ldinglarmi? Ortib bo'ldim, boraver. Xo'p. Rahmat. Arzimaydi. Xo'sh, endi Kamazga o'tirib, aytgancha to'xta. Boshliq. Yangi Kamaz oldingmi? Oldim.
ertaga yoki indinga shularni ham ortamiz. Mana shu yog'ochlarnimi? Mana shularni. Xo'sh, bo'lmasa men ketdim. Siz nega og'zingiz ochilib qoldi? Yo'q, просто men shunaqaman. Aha, hop. Yakka shoxti fanatsiz. Nimalar deyapsan? Hech narsa. Xo'sh, endi bazaga borsam bo'ladi. Sekin bu yerdan chekkaroqdan aylanib o'tamiz. Xo'sh, shunday sekin. Xo'sh, mana keldik. Endi esa mashinani o'chiramiz, ya'ni KAMAZni o'chirdik. Endi yo'q, to'xtanglar, buni bazani ichiga, ya'ni garajga solib qo'yaylik. Xo'sh, sekin F5 ni yoqib turib, sekin olib kiramiz, faqat sekin. Qirralarni urib yubormaymiz va ozgina qiyshayib qoldi. Xo'sh, mana olib kirdik va nihoyat endi tushamiz. Hop, yopyapti. Xo'sh, mana men olib keldim. Yuklaringlardi. Xo'sh, endi menga haq to'laysizlarmi? Ha, bir oydan keyin boshliq o'zingga haq olib keladi. Ha, xo'p. Mana bu narsalar sizlarga. Meni uyda uzr. Nam jurasan. Ha, men uyda ishlarim bor. Shuning uchun men hozir kiraman. Uyda chiqib chiqaman. Sizlar bo'lsa chaqirasizlar. Hoppa, hop. Bo'lsa men ketdim. To'xta. Sen endi boshqa KAMAZ o'ynasan. Nega? O'zi shunaqa, ishimiz shunaqa. Hozir bizda shofyorlar kamligi uchun sen orqamdagina yoki ana ikkitalasidan bittasini o'ynasan. Hop, tushundim. Bo'lmasa men uyimga boray. Do'stlar, mazza qilyapman. Siz ham shunday modda o'ynamoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimga qo'shiling. Aytgancha bu mening modim emas. Va nihoyat endi men tinchgina dam olsam bo'ladi. Yo'q, to'xtanglar, dam olmay turay. Kecha montaj qilaman. Ishlarimni montaj qilaman. Hop. To'xtanglar, do'stlar, kompyuterimni negadir boshqa joyga ko'chirgim kelib qoldi. Qayerga ko'chirsam bo'ladi, do'stlar? Mana bu qutini ham olib qo'yish kerak. Xo'sh, mana bu verstaklarni ham. Yaxshi qutini sandig'imga solib qo'yaman. Kompyuterni esa, ya'ni notebookni shu yerga qo'yaveraman. Va endi mazza qilib montaj qilib o'tiraman. Uzmasdi. Wow. Ishxonaga kel. Do'stlar, o'zi shu yoqqa eshitildi-yu. Qo'yil, lekin voy mana bu kichkina qo'ydi. Voy mana buni shiringina menga qo'ylar kerak. Oh, seni boshliq hozir nimalar qilib qo'ydim? Hozir men shunda bitta odamni o'ldirgan bo'ldimmi? Xo'sh, do'stlar, endi nima qilaman? Hozircha bitta odamni o'ldirib qo'ydim. Mayli, u qayerdadir spam bo'ladi. Qo'y, qayoqqa kiryapsan? Hech qayerga. Bo'lmasam tur boshlovni oldiga borsang chaqiradi. Hop. Salom boshliq, nega chaqirdingiz? Men kompyuterga uncha tushunmayman. Mana bu kompyuterda bir narsalar yo'qmi? Hop. Mana Shu seni YouTube kanaling qidirolmayapman, yoqib ber. hop, mayli, keling, yoqib beraman. Storingga o'tirib olay. Bo'ldi mana. Bo'ldi. Topdim. Endi storingga tushib oling. Namuncha bo'lmasa bu storing namuncha g'alati. O'ziga G'alati. Obuna bo'ldim kanalingga. hop, rahmat. Ketdim, men bo'lmasam ishlarimni qilaman. To'xta. Ha? To'miyni ko'rmadingmi? Tomi qayerdadir Oy, stolni joyiga qo'y. Tomi qayerdaligini bilmadim. Boshliq uzr. Hop, Mayli. uyda joy bormi? Ha, bor. Mana shu qutilarni olib ket. Shularnimi? Ha, shularni. Mayli. Agar To'miyni ko'rib qolsang, unga ishxonaga tezda kelasan deb. Hop. Ozmo bor. Qutini ham olay. Hop. Bo'pti, boshliq. Bo'pti.
Do'stlar, nimalar qilib qo'ydim o'zimga, shunda odamni o'ldirib qo'ydim. Endi u qaytadan qachon spam bo'ladi qaytadan. Voppo do'stlar, u politsiyaga topshirib olish beravermasligi kerak. Do'stlar, endi nima qilaman? Bilmadim endi nima qilaman do'stlar. Mayli. Qutilarni o'zimda turib tursam. Bolalar, buguncha video tugadi. Shu birinchi qism edi, ikkinchi qismda endi nimalar bo'lishini, Tomiga nima bo'ldi, endi shularni aytib o'taman va video qilib. Sizlar bo'lsa kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha.